Uygachi? Nimadir olib kelgani qo'rqadi odam. Namanchi qimmatga olding, nimaga pulni bebrusga ishlatasan? Nima qilarding olib pul ishlatib deyshadi. Voy, ota-onamga olib kelman-ku. Indamay olishsa nima qiladi? Bolam inju deb ko'chada g'irbegan odamga noligan ota-onani ko'rganmisiz? Unaqa ota-ona yo'q. Yoshligimizda injuligimizni ko'tarishganning o'zi bir ne'mat. Qaraganda injulik qilishligi ham bir ne'mat ekan. Eng ko'p pul topishimizni xohlaydigan ham ota-ona ekan. Eng kamini ham ota-ona ishlatar ekan. Noto'g'ri gapirib qo'ydim. Birinchi marta ko'rayotgan odamimga ota-onam ustidan arz qildim. Men ham juda kech tushundim shu narsalarni. Sizda hali vaqt bor ekan. Vaqt aylanib erkalik navbat yetsa ularga ota-onam ustidan begonaga arz qildim. Men ularga kim edim, ular menga kim bo'ldi? Vaqt topolmay bahona ishim zarur deb bildim. Aksim ko'rib oynada ko'zlarimga yosh to'ldi. Ota-onam ustidan begonaga arz qildim.